Qoraqalpog'iston hududida tarixiy qal'a va manzilgohlar juda ko'p. Ayni kungacha tadqiqot ishlari olib borilmaganlari ham mavjud. Masalan, hayvon qal'a deb ataluvchi tarixiy yodgorlikda Kerder madaniyatiga taalluqli bo'lgan eksponatlar ayni kunlarda ham topilmoqda. Biz ayni vaqtda turgan joy Kerder qal'asi yoki hayvon qal'a deb ataladi. Bu eramizning aynan 7-11 asrlarga tegishli bo'lib, birinchi marotaba Sergey Pavlovich Tolstoy tomonidan 1947-yilda tadqiqot ishlari olib borilgan. Ayni vaqtda ham bu yerda tadqiqot ishlari olib borilyapti. Sababi bu yerda hali tadqiqot qilinmagan oldingi davrlarga tegishli bo'lgan buyumlar borligi olimlar tomonidan ta'kidlab o'tilyapti. Umuman olganda bu yerda Rossiya Federatsiyasidan kelgan olimlar, shuning bilan birgalikda mahalliy olimlar va talaba yoshlar ishtirok etyapti. Arxeologik ekspeditsiya ishtirokchilari uchun barcha sharoitlar yaratilgan bo'lib, ahamiyatlisi talaba yoshlar ham manzilda chet ellik professor o'qituvchilar bilan birga tadqiqot ishlarini olib borib, bilim va ko'nikmalarni oshirmoqda. Mazkur qal'aning umumiy maydoni 42 gektar bo'lib, ayni vaqtda 19 gektar maydonda tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunda yodgorlikda amalga oshirilgan qazish ishlaridan keyin 100 dan ortiq mis tangalari, 30 ga yaqin shisha idish bo'laklari, loydan yasalgan bolalar o'yinchog'i, tandir, temirdan yasalgan o'choq bo'lagi, loydan yasalgan shar, suyakdan yasalgan qamchi dastasining bir qismi hamda misdan yasalgan belbog' tutqichi kabi topilmalar aniqlanganligi olimlar tomonidan aytildi. Bu mistengeler o'z davrında Xorazm hükümdarları tarafından, soğuk hükümdarları tarafından basıp çıkarılgan tengeler boyu hisoblanadi. Endi bu tengelerden tışqari türlü formadagi keramikalik, ya'ni gulalchilik önümleri topildi. Gulalchilik önümleri türlü madaniy oraylarga tegishli, ya'ni Xorazm ustalari tarafından ishlab chiqarilgan gulalchilik önümleri, Afrikliklar tarafından ishlab chiqarilgan gulalchilik önümleri, Kerder hunermendlari tarafından ishlab chiqarilgan gulalchilik önümleri topildi. Bundan keyin aytadimiz, tasni qayta ishlash yo'li bilan ishlangan tas buyumlarning bo'lakchalari aniqlandi. Sergey Pavlovich Tolstoy rahbarligidagi Xorazm arxeologik etnografik ekspeditsiyasidan keyin 1961-67, 1995-2000 yillarda olimlar tomonidan qazishma ishlari olib borilgan. Ayni kunda davom etayotgan qazish ishlari natijasida topilgan topilmalar 7-11 asrga tegishli bo'lib, yanada topilmalar topilsa, hududdagi tarix davrlari yana o'zgarishi mumkin. Har bir qazuv, zertlew bu xalqning o'tmishin yaxshi biluvga masala qo'yadi. Prezidentning bir qarori chiqdi. Madaniy meroslarni ham arxeologik obyektlarda teran o'rganish kerak. Bu orqali turizmni rivojlantirish kerak deb aytadi. Demak, Kerder qal'alarini tik qazib qo'yib emas. Bu jahon turizmida kerak. Sayohatchilarni akalish kerak bu yerga. Shuni qiziqtirishimiz kerak. Boshqa bir o'ylar kelib ko'rsa hayron qoladi.